Xitoy infratuzilma, savdo va texnologiyada dunyoni ortda qoldirmoqda. Xitoyning dunyoni lol qoldirgan 3 ta arxitektura durdonasi haqida gaplashamiz. Birinchisi, Guoyangdagi sharsharali bino. 108 metr balandlikdagi ushbu binoning yon tomonida sharsara oqib tushadi. Qiziq tomoni shundaki, binoning 4-yerto'la qavatida suv qayta ishlanadi. Bu innovatsion va barqaror yechimning yaqqol namunasidir. Ikkinchisi, Anxuydagi poyabzal bino. Ba'zi burchaklardan Feniks shaklini eslatuvchi ushbu binoning devorlariga Xitoyning tog'lari, ko'llari va joylari nomlari yozilgan. Haqiqiy san'at asari. Uchinchisi, Chongqingdagi gorizontal osmono'par bino. Ushbu bino dunyodagi eng uzun va eng baland gorizontal bino bo'lib, uning qurilishiga taxminan 25 milliard yuan sarflangan. 250 metr balandligidagi shaffof ko'prigida yurish osmon uzra sayr qilgandek tuyuladi. Xitoy arxitekturada yangi chegaralarni ochmoqda. Dunyo ularga yeta oladimi?